Yo do'stlar, prosta bomba hozir bozorni qanday ochsa shunda yurib beradigan inson oldida ekanman. Gap kim haqidaligini videoning oxirida ko'rib olasizlar. Qani ketdi. Do'stlar, biz ustoz oldiga keldik. Dissertatsiya yopiqlagan ko'shki 1618 garam, mana bu esa 2.618. Eng asosiysi e'tibor bering, qandochisi xuddi shunaqa ketyapti. Mana analizi. Tak. Hop, mana. E'tibor bering. Narx qandochisi xuddi shunaqa ketyapti. Assalomu alaykum ustoz. Hozir bir daqiqa 1618 ni olish hammaga emas. Faqat buni birovga kelishda ishlovchilar, obunachilari haqlidir. Salomat bo'linglar, reaksiyani anglatamiz. Hozir biz jarayonga to'g'ri kelib qoldik. Savol beramiz hozir shunchaki. Assalomu alaykum ustoz. Nima qilyapsiz siz? Nima qilyapman? Bozor yurg'izyapman. Ya, shu qanday siz shunday ketyapti? O'sha 2618 ham olindi. Alhamdulillah. Ustoz, sizga savolda buni siri nimada? Mana buni qara, 2618 qanday ochsa shunda yurib berdi. Buni siri nimada? Buni siri avvalo ota-onam duosida, ikkinchisi bilim, tajriba, praktikada. Tushunarli. Ustoz, sizga savolim bor. Insonni do'sti bo'ladi, to'g'rimi? Sizni hayotdagi 3 ta do'stingizni sanab bering-da. Birinchisi otam, ikkinchisi onam, uchinchisi 1618. Yo, mayo, tushunmadim-da. Bozor qildi. Labesiz. Xo'p. Mana kalt qani edi? Kalt bilmadim. Nima qaysi kalt? Bozor kalt. Manda-ku. Bo'ldi ustoz. Demak, do'stlar, jarayonni o'ziga kelib qoldik. Shuning uchun ozgina videoda cho'zilish bo'ldi. Lekin bitta narsa aytaman, kimda kim tradingga qiziqadigan bo'lsa, signal kanallar bilan foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol ustoz kanallariga kirsanglar bo'ladi. Bioda kanal turibdi. Mana bunaqa yonib turgan, qanday chizilsa shunda yuradigan signaldan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Eng muhimi bu tekin. Ana. Ustoz, o'sha mashhur gapimiz. 1618 deganda Bormasa telefon qilaverasiz. gapi yo'q, charchamaymiz. Bu 1618 kim ketarmikin? Ketadi.